Assalomu alaykum kichik do'stlar. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi anglaydigan chechkimiz kolbasa. Bir cho'ng tog' bag'rida yashinib qolgan bir juft er-xotin yashaydi ekan. Bir kuni kechqurunligi Mo'may uyda tomoq etib, say ko'rib buvayni kutib turibdi. Lekin buvay qaytib kelmabdi. Tuyuqsiz huzur kiyingan bir esilzada xonim uyga kirib ketdi. Mo'may azaldan bundaq esilzada xonimni ko'rib boqmagan ekan. U aldirab uningga salom beribdi. Esilzada xonim, qizimning to'yini qilmoqchi edim. Uyimga nurg'un mehmon kelmoqchi. Siz haraq ichadigan qoziningizni berib tursangiz qanday? Debdi. Mo'may berib turmamdigan deb qozonni ochiqib beribdi. Esilzada xonim qozonni qo'liga ilib Mo'mayni cho'qim rozi qiladiganligini aytibdi. 2 kundan keyin Esilzada xonim qozonni qaytirib bergili ketdi. U sizning yaxshiligingiz uchun men sizning 3 talabingizni qondirman debdi. Gapini tugtibla Esilzada xonim ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uzoq o'tmay o'zining deyib ketadiganligini o'ylab Mo'may intayin xushal bo'ldi. Mo'may, "Yer, oltin tillarni elishim kerak. Ammo eng avval yaxshi yemaklikni elishim kerak" deb o'ylabdi. U o'z-o'ziga pichirlagan holda, "Yo'g'on bir kolbasa bo'lsa, ajab yaxshi bo'ladi-ya" deb turishiga ustal ustida yo'g'on bir kolbasa paydo bo'ldi. Bu vaqtda buvay qaytib keldi. Mo'may mag'rurlangan holda bo'lgan ishlarni uningga so'zlab beribdi. Buvay anglabla ochiqlab, "Hey qo'poqvosh, nimishqa meni saqlab turmading? Dunyoda yaxshi narsalar ko'p-ku. Bir to'lla kolbasa so'rg'ining nimasi?" debdi. U so'zlagan sira ochiqlab, "Hey ahmaq, mushu kolbasa sening burningga o'sib qolgan bo'lsa, ajab yaxshi bo'ladi" debdi. Mo'may shu hamon o'tirib ketibdi. Heliqi kolbasa rostilla uning burniga o'sib qoldi. U kolbasani elib etmoqchi bo'lib tortibdi. Lekin har qancha qilibmi tortib elib etolmabdi. U ochiqidan yig'lab ketibdi. Buvaymi kelib yordamlashib tortib ketibdi. Burnini uzib etgili toz qopdi. Lekin yana ajratolmabdi. Buvay yana bir talabini aytmoqchi bo'ldi. Lekin nima deyish kerak? Lekin u ayolining burnidagi kolbasani ko'rib, har qancha jiq mol dunyo bo'lgan bilan nima foydasi deb o'ylab, o'zini tutolmay yig'lab ketibdi. Bir haza o'ylangandan keyin, "Ayolimning burnidagi kolbasa yo'qolib ketsa, ajab yaxshi bo'ladi" debdi. Kolbasa darhol yo'qolib ketibdi. Ikkalan intayin xushal bo'lib, usul o'ynashib ketibdi. Kichik do'stlar, bugungi chechkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.